100 milliard ma'naviy zarar so'rab da'vo arizasi kiritdim. Hozir men fuqarolik ishlari bo'yicha G'ijduvon tumanlararo sudi binosida turibman. Bilasizlar, men dadamga noqonuniy jarima solingan arxitektura tomonidan. Ushbu noqonuniy jarimani Oliy sudda noqonuniyligini isbotlab berganimda Oliy sud ham men keltirgan vajlar bilan kelishib, qarorni noqonuniyligi sabab bekor qilib tashlab dadamni oqlagan edi. Endi shu arxitektura xodimlarini noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan yetkazilgan ma'naviy zararni endi undirish uchun 100 milliard ma'naviy zarar so'rab berdim. Bular fuqarolarni, O'zbekiston xalqini ommaviy noqonuniy jarimaga tortib yotibdi. Kimlardir buni to'lab yotibdi, kimlardir sudga berib o'z haq-huquqini talab qilyapti. Bu o'ta noqonuniy narsa. Mana bu 100 milliard ham arxitektura uchun bu jazo bu. Siz ham arxitektura tomonidan noqonuniy jarimaga tortilgan bo'lsangiz, o'z yer uchastkangizda naves qurganingiz uchun, mehmonxona qurganingiz uchun, darvozaxona qurganingiz uchun agar jarimaga tortilgan bo'lsangiz 62 million qo'rqmang. Bu noqonuniy. Sababi yagona sud amaliyoti bor. Bu jarima noqonuniyligi Oliy sud misolida isbotlangan. Kelinglar, Davlat arxitektura nazorati departamentini qo'llayotgan jarimasi noqonuniy ekanligini 1 daqiqada sizlarga isbotlab beraman. Ular o'zingga tegishli bo'lgan yer uchastkasida bino qursang ham bizdan loyiha smeta hujjati kelishisan deb talab qo'yadi. Bu talab Vazirlar Mahkamasining 200-sonli qarori 2-ilova 6-bandida yozib qo'yibdi. Haqiqatan ham bu tartib bor. Lekin mana shu tartibni buzganlik uchun hali qonunda javobgarlik kiritilmagan. Ya'ni qonunda javobgarlik yo'q. Sizlar bu arxitektura nazorati departamenti qonun osti hujjati, ya'ni qaror bilan fuqarolarni jarimaga tortmoqchi. Bu esa konstitutsiyaga zid. Konstitutsiyada yozib qo'yibdi. Qonunda belgilanmagan majburiyat fuqaroni bo'yniga yuklatilishi mumkin emas. Bilamiz, hamma eshitgan. Qonunda taqiqlanmaganmi, demak mumkin degan iborani. Bu haqiqatda shunaqa. U Vazirlar Mahkamasida tartib belgilangan bo'lsa-yu, bu tartibni buzganlik uchun alohida dispozitsiyaviy modda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilmagan bo'lsa, sizni jarimaga tortishlari noqonuniy.